ko'plab mamlakatlarda bu tizim davlat moliyasining muhim elementi hisoblanadi. Bu yangi soliq ilk bor 1958-yilda Fransiyaning sobiq mustamlakasi bo'lgan Côte d'Ivoire'da sinov tariqasida joriy etilgan. Muvaffaqiyatli natijalar tufayli ushbu soliq keyinchalik butun Fransiya bo'ylab keng qo'llana boshlandi. Bugungi kunda u 140 ga yaqin davlatda bor, biroq ba'zi davlatlarda, misol uchun AQSh, Kanada va Yaponiyada bu soliq amal qilmaydi. Uning o'rniga sotishdan soliq, sales tax undiriladi. Shunday qilib ushbu soliq bilvosita bo'lib, uning yuki oxir-oqibat ishlab chiqaruvchiga emas, balki tovarlar va xizmatlarning yakuniy iste'molchilariga, ya'ni bizga tushadi. Tasavvur qiling, siz do'kondan 10 ming so'mga narsa oldingiz, lekin aslida o'sha mahsulotning narxi 8900 so'm. Qolgan 1100 so'mni siz shunchaki havoga berib yuboryapsiz. Qanaqasiga? Yo'q, bu magazinning ustamasi emas, bu QQS. Nega bizda soliqlar narxning ichiga yashirilgan? AQSh yoki Yevropada nima uchun kassa oldida narx to'satdan o'zgarib qoladi? Bugun hamyoningizdagi eng ayyor soliq QQS haqida gaplashamiz. QQS. Biz buni o'zaro gaplashganda NDS deb o'rganganmiz. U qo'shilgan qiymat solig'i bo'lib, davlat byudjetiga tushadigan bilvosita soliq hisoblanadi. QQS mahsulot yoki xizmat qiymatining har bir bosqichida yaratilgan qo'shilgan qiymatga nisbatan olinadi. U to'g'ridan-to'g'ri iste'molchidan olinmaydi. Aksincha, ishlab chiqaruvchi va sotuvchilarning savdo zanjiri davomida bosqichma-bosqich to'planadi. Masalan, siz do'kondan telefon sotib olganingizda narx ichida allaqachon QQS bor bo'ladi va siz uni bilmay turib unga to'lovni amalga oshirasiz. Mahsulot ishlab chiqaruvchidan ulgurji sotuvchiga, keyin chakana sotuvchiga yetib borganda har bir bosqichda qiymat qo'shiladi va shu qiymatga QQS ham qo'shib boriladi. Oxirida esa hammasini iste'molchi, ya'ni siz u biz to'laymiz. QQS faqat bizda emas, deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarda qo'llanadi. Yevropa davlatlari, Kanada, Yaponiya, Rossiya va boshqa ko'plab mamlakatlarda bu tizim davlat moliyasining muhim elementi hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni QQS zamonaviy iqtisodiyotda salkam 70 yildan buyon mavjud bo'lgan soliq turi hisoblanadi. Ungacha davlatlar, jumladan korxonalar asosan umumiy savdo aylanmasidan olinadigan savdo solig'ini to'lashgan. Biroq bunday tartib hisob yuritishni murakkablashtirgan va soliq yukini haddan ziyod oshirib yuborgan. QQSni ilk bor Fransiyada iqtisodiyot, sanoat va moliya vaziri bo'lgan Maurice Lore ishlab chiqqan. U savdo aylanmasidan emas, balki yaratilgan qo'shilgan qiymat asosida soliq undirish tizimini taklif qilgan. Bu yangi soliq ilk bor 1958-yilda Fransiyaning sobiq mustamlakasi bo'lgan Côte d'Ivoire'da sinov tariqasida joriy etilgan. Muvaffaqiyatli natijalar tufayli ushbu soliq keyinchalik butun Fransiya bo'ylab keng qo'llana boshlandi. Maurice Lorening tashabbusi qisqa fursatda o'zini oqladi va bugungi kunda dunyoning aksariyat mamlakatlarida QQS tizimi joriy etilishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunda u 140 ga yaqin davlatda bor, biroq ba'zi davlatlarda, misol uchun AQSh, Kanada va Yaponiyada bu soliq amal qilmaydi. Uning o'rniga sotishdan soliq, sales tax undiriladi. O'zbekistonda QQS ilk bor 1992-yilning 1-yanvarida joriy qilingan. Qariyb 34 yildan buyon amal qilib kelayotgan QQSning ilk stavkasi 30% edi. Keyin 20% bo'ldi va hozir amaldagi stavka 12% qilib belgilangan. QQSni tushunishning murakkabligi uning o'ziga xos xususiyatlariga ega ekanida. Ya'ni u xaridor nuqtai nazaridan olib qaralganda xuddi iste'mol solig'iga o'xshaydi. Ya'ni sotuvchi uni sotilgan tovarlar, ishlar yoki xizmatlar narxining ustiga qo'shadi. Shu ma'noda QQSni iste'mol yoki оборот solig'ining biroz o'zgartirilgan ko'rinishi deb hisoblasak to'g'ri bo'ladi. Farq shundaki, agar xaridor ham QQS to'lovchisi bo'lsa, ya'ni boshqa tovarlar yoki xizmatlarni ishlab chiqarishda foydalanish uchun tovarlar, ishlar va xizmatlarni sotib olsa, sotuvchi budjet oldidagi majburiyatlarning umumiy miqdorini hisoblashda xaridordan olingan soliq summasidan yetkazib beruvchilarga to'lab bergan soliq summasini ushlab qolish huquqiga ham ega bo'ladi. Shunday qilib ushbu soliq bilvosita bo'lib, uning yuki oxir-oqibat ishlab chiqaruvchiga emas, balki tovarlar va xizmatlarning yakuniy iste'molchilariga, ya'ni bizga tushadi. Nima uchun QQS bu shunchalik muhim? QQS bo'lmasa davlat xarajatlari yoki davlat tushumlari rejasi bajarilmaydimi? Undan butunlay voz kechish mumkinmi? Ushbu savollarga javob berish uchun davlatlarning soliq tizimini tanlash standartlariga e'tibor berish lozim. Ya'ni rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning soliq tizimi tuzilishi bir-biridan farq qiladi. Rivojlangan davlatlar oldida turgan eng katta vazifa bu yillar davomida erishilgan ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlar, masalan, O'zbekiston uchun aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad miqdorini ko'paytirish muhim hisoblanadi. Buning uchun ular iqtisodiy o'sish sur'atini doimiy ravishda
oshirib borishi kerak bo'ladi. QQSning eng yuqori ko'rsatkichi Vengriyada bo'lib, u yerda 27% ni tashkil qiladi. Yevropa ittifoqining ko'pchilik a'zolari, jumladan Germaniya, Italiya, Fransiyada asosiy stavka 19-22% atrofida. Ba'zi Osiyo va Karib havzasi mamlakatlarida esa QQS stavkalari past. Tailand, Singapur, Malayziya, Dominikan va Yaponiyada QQS 10% dan oshmaydi. Shuningdek, Rossiyada 2026-yil 1-yanvardan boshlab QQSning asosiy stavkasi 20% dan 22% ga oshirildi. Qo'shnilarimiz Qozog'iston va Qirg'izistonda ham bu ko'rsatkich xuddi bizdagidek 12%, lekin Tojikiston va Turkmanistonda biroz yuqori, ya'ni 14-15% atrofida. O'zbekistonning yuridik shaxslari aylanmasi 1 milliard so'mdan ortiq yoki ixtiyoriy ravishda ushbu QQS solig'ini to'lashga o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar, O'zbekistonda tovar yoki biror xizmatni realizatsiya qiluvchi chet el yuridik va jismoniy shaxslari, doimiy muassasalar orqali faoliyat yuritayotgan xorijiy yuridik shaxslar, qolaversa oddiy shirkat doirasida ishlayotgan shaxslar hamda bojxona chegarasi orqali tovar olib kiruvchilar ushbu qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni biz doim aytadigan NDS ni to'lashi kerak. QQS qanday ishlaydi? Keling, bitta misol orqali O'zbekistonda bu soliq qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Deylik, ishlab chiqaruvchi biror bir mahsulot, masalan, qozon ishlab chiqardi. Uning tan narxi 100 ming so'm. QQS esa 12% bo'lgani uchun uning ustiga 12 ming so'm qo'shiladi. Endi uning sotish narxi 112 ming so'mga yetdi. Shundan so'ng ulgurji sotuvchi mahsulotni ishlab chiqaruvchidan 112 ming so'mga xarid qiladi. O'z xarajatlari va foydasini ham qo'shib 150 ming so'mga sotadi. Bunda unga 12% lik QQS, ya'ni 18 ming so'm qo'shiladi va umumiy narx 168 ming so'm bo'ldi. Bu yerda QQS qanday hisoblanadi? Buning uchun 18 ming so'm hisoblangan summadan chegirib olinadigan 12 ming so'mni ayirib tashlaymiz va qolgan 6 ming so'm budjetga to'lanadi. Qanaqa qilib deysizmi? Ishlab chiqaruvchidan sotib olinganda to'langan QQS summasi chegirib tashlanadi. O'shandan keyin mahsulotni chakana sotuvchi 168 ming so'mga sotib oladi. Narxni 200 ming so'm qiladi. QQS 24 ming so'm bo'lgani uchun umumiy narx 224 ming so'm bo'ldi. Bunda ham yuqoridagi kabi hisob-kitob qilinadi. Qolgan 6 ming so'm budjetga ketadi. Oxirgi iste'molchi esa 224 ming so'm to'laydi va bunda QQSni to'liq to'laydigan aynan iste'molchi, ya'ni o'zimiz hisoblanamiz. Demak, QQS har bosqichda faqat qo'shilgan qiymat bo'yicha hisoblanadi, lekin oxir-oqibat iste'molchi bu soliq yukini to'liq o'zi ko'taradi. Nega bu soliq davlatga juda yoqadi deb o'ylaysiz? Chunki undan qochish juda ham qiyin. Masalan, foyda solig'ini yashirish mumkin, foyda ko'rmadim deyish oson, lekin nonni yoki kiyimni sotmasdan iloji yo'q. Sotildimi? Demak, QQS to'lanishi shart. Bu davlat budjetini to'ldirib turuvchi eng barqaror kran hisoblanadi. O'zbekistondagi 12% lik QQS stavkasi dunyo miqyosida juda past ko'rsatkich, lekin bizda yashirin iqtisodiyot darajasi yuqoriligi sababli bu 12% ham ko'pchilikka og'irlik qilayotgandek tuyuladi. Sizningcha qaysi usul ma'qul? Bu soliqning narx ichiga yashirilganimi yoki kassada alohida ko'rsatilganimi? Agar biz ham har safar chekda davlatga qancha pul berayotganimizni ko'rsak, balki yo'llarimizdagi chuqurlar yoki mahalladagi chiroqlar haqida ko'proq savol berib boshlarmidik? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalar bilan ulashing. Ular ham qancha QQS to'layotganini bilib olishsin. Izohlarda esa keyingi safar qaysi soliq yoki qaysi mavzuda video qilishimizni xohlashingiz haqida yozib qoldiring.